Assalomu alaykum, Tepaqo'ron chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, qo'chqor ishqibozlari, mana bunaqa zotlar, gigant qo'chqorning muxlislari. Obunachilar, sizlarga bugun go'zallaridan olib kelib qo'yganmiz. Bularning ma'lumotini to'liq beramiz. Undan oldin sizlar ekranni oldiga yaxshilab joylashib, videoga bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, akalar. Eslatib o'tamiz, bugun hafta kuniga chorshanba, 3-iyun 2026-yil. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'ron qishlog'i, akalar. Videoga like tirsillatib, tez ko'rishda davom etinglar. Mana shu va videoga like bosgan qo'llaring iloyim Ka'balarga yetsin, akalar. Obunachilar, mana bunaqa gigantlarini G'olibjon siz kanalingizda kim chiqaraveradi degan akalarimiz savoliga javoban biz o'sha arzonchi Dilmurod ukamiz. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Sizmisiz? Ha, rahmat. Gigantlarni olib kelib qo'yibsiz yana. Gigantlari keldi bugun. Metro o'ylari inshaalloh. Obunachilar, unday bo'lsa biz qo'chqorimiz ma'lumotini berishni boshladik. Qo'chqor mana bundaqa deriski variantidan akalar. Oldilari kengligi mana akalar Ibatov qo'chqoriga o'xshaydi, mashalloh. Oyoqlari ham mana kasyaklari shu baquvvatidan akalar, mana novvosta oyog'i o'xshaydi. Olgan odam baraka topadigan qo'chqor. Xullas, o'ta moshni akalar. Qo'chqorimiz yungi ham mana bunaqa o'ziga yarasha yiltir junini to'kadigan variantidan. Dumba razrezlari akalar, mana qaranglar, dakansi razrez mana. Dumbalari dakansi razrez akalar. Dilmurodjon, buni yosh oyligi qanaqa buni? Bu 4 ishdan 6 ishga o'tyapti. Qani bitta ko'rsating, 4 ishdan 6 ishga o'tayotgan qo'chqorimiz bu ko'rindi. Qo'yga qarashlari, yeb-icharlari bir hafta kafolati bor. Tushlari mana bunaqa ekan, oldiga otilib chiqqan variantidan. Yeb-ichariga, qo'yga qarashiga kafolati bor-a. Oborib sovliqlarga qo'shib sinab ham olaverasizlar akalar. Tayyor bor, sovutishmaydi buni, G'olibjon aka. Sovutib o'tirishmaydi, xudo xolasa. Mashalloh. Bunda bo'y bastlarni ham o'lchab ko'rsataylik buni. Qani qo'yingchi metrda? Metr Obunachilar, ko'zlar olishaveradi. mana yerdan mana balandligi. Metr tugadi, qo'chqor tugamayapti akalar. Mashalloh. Uzunligini ham. Uzunligini ham o'lchab ko'rsataylikchi. Yelkasiga qo'yingchi. Mana yelkasidan obunachilar. Mana qo'chqor mana metr tugadi. Mana men qo'lim qo'chqor. Metr plus akalar 1.10 ga boradi, xudo xolasa. Qo'chqorimiz o'ta gigant narsa ekan obunachilar. Shoshilib aloqaga chiqadigan varianti. Dilmurodjon, kilogrammi ham tortildi. Tortildimi? Keyin ha. Ha, necha kilo? 35 kilogramm. 135 kilo keldimi? Mashalloh. O'ta gigant narsa akalar. Sovigan holatida bu. Sovigan holatida. 135 kilogramm. Mashalloh. Oldini kengligini qaranglar, oldini. Oldi kengliklari akalar o'ta mo'shni qarang. Mana bor, lekin oyoqlari o'ta baquvvat o'g'il. Kastaklarni ko'rdim, baquvvat. Qo'lim yetmayapti mana qarang. Lekin mo'shnisidan 4 ta oyoq, stakan tuyoq variant akalar 135 kilo bo'lishiga qaramasdan oyoqlari mana buna tinnaq o'sib ketgan, qo'yga oshganda oyog'i og'riydigan qo'chqor emas. Akalar, qo'chqorimiz cho'q, qiynayapti. Buni asosiy Dilmurodjon narxida buni. O'zingizni ham naql qo'chqorda ham qiynalmasa, narxini chiroyli qilib obunachilar. G'olibjon aka $1600 dastlabki qilib beraman. $1600 dastlabkasi ichida. Ichida. Xayriga o'tib beraman, xudo xohlasa. Telefon qilsin, ishlar bitmay qolmaydi. Bo'ldi. Dilmurodjon, har doim gap. Hozir obuna bo'ldim degan obunachilarimizga xayri qancha? Har doim $50 o'tib beraman. $50 ha? Obunachilar $50 xayrini qilib dastlabkasi Xorazmgacha. Xorazmgacha yetkazib beradilar. Mana bu gigantdagilar ko'rganda ko'zlaring quvonadigan qo'chqor, mashalloh. Shoshilib aloqaga chiqarasizlar, videoning tagida nomerni qoldiramiz. Unday bo'lsa biz keyingi partiyasini chiqarishni boshladik. Qo'chqor umumiy ko'rinishini ham ko'rsatib qo'yay-ya. Mana akalar, qo'chqorning umumiy ko'rinishi. Mashalloh, stoykani qaranglar. Keyingisini chiqarishni boshladik. Obunachilar, ikkinchi partiyasiga mana bundaqa oppoq yuzlisidan toni go'zalidan kelib qo'yibdilar mana. Akalar, qo'chqorni qaranglar, buni yuzini oppoqligini, mashalloh, o'ta go'zalidan. Tushlari oldiga bo'rtib otilib chiqqan variantidan akalar. Oyoq kastiyaklari mo'shni mana. Obunachilar, qo'chqorimiz stoykasiga necha buni stoykasiga bitta like tirsillatinglar akalar. O'ta mo'shni stoykasi bor ekan qo'chqor. Dumbalari ham mana bunaqa dakansa variantidan razrezlari akalar. Orqa oyoq kengligi mo'shni. Xullas, qo'chqor bir so'z bilan aytganda, liboy odamga yoqadigan qo'chqor. Stoykani qaranglar, mashalloh. Gavda o'ta mo'shni ekan.
Yosh oylik qanaqa Dilmurodjon buni? Bu G'olibjon aka 10 oylik qo'zi. 10 oylikmi? Sababi mana mayda tishdali mana. Qani? Ko'ryapsizmi mana? Bo'ldi, marjon tushdi. Mana, Lekin marjon oldilari tushdi kengligi bu 10 oylikka yetmayapti, Mana. kattaga o'xshayapti. Tushlari ham o'ta moshni ekan, a? Yana bor, garbonozlarni ham qarang. Garbonozlar mana akalar o'ta kelishganidan. Hali yosh qo'zi bu. 10 oylik bo'lsa yaxshi, mashalloh. Bo'ybastlarni ham o'lchab ko'rsataylikchi. Bo'ybastlar, obunachilar mana metrimiz yerdan mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. O'lchab turing Dilmurodjon metrda ko'rinmayapti, metrda. Qo'yib yuborsin. Mana akalar, mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilaverasizlar. Mana metrimizda ham sinmasa bukilmaydigan variantdan uzoqda mana. Uzunligi ham bitta qo'yingchi. Obunachilar mana yelkasidan uzunligi. Mana nima deyapti akalar? Kvadrat 95. Xullas kvadrat variantidan akalar 90 ga 90 da xolasi. Qo'chqor mana bu stoykasi, ko'rinishi, tuzilishi. Dilmurodjon buni narxida asosiysi. G'olibjon aka 12 millionga xayriga o'tib beraman. 12 millionga xayrini qilib berasiz obunachilarga. Xorazmga yetkazib beraman. Dastlabkasi Xorazmgacha. Xorazmgacha bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Obunachilar shoshilib aloqaga chiqasizlar. Xayri har doimgidek Har doimgidek 500 ming xayri. 500 ming xayri bor akalar. Sizlar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar, yana xayrini qilib beradilar. Unday bo'lsa biz keyingi partiyasini chiqarishni boshladik akalar. Obunachilar 3-partiyasiga mana bunaqa qo'chqorni qora marvaritidan. Qo'chqorni qaranglar akalar, mana bu yerlari menga yoqdi mana. Toza simjun. Akalar kallalar o'ta kelishgan. Quloqni qarang, quloqni mashalloh. Kastiyaklari ham mana bundaqa akalar. Moshni variantidan. Mashalloh. Oyoqlar stakan tuyoq. Xullas qo'chqor o'ta moshni. Mana bu stoykani qaranglar mana. Akalar uzoqdan umumiy ko'rinish stoykasi qo'chqorimiz. Dumbalari ham juda kelishgan ekan, Dilmurod buni. Obunachilar umuman nuqson yo'q qo'chqorimiz xullas. Libodan bitta ko'rganda yoqadigan qo'chqor akalar. Sirg'alari ham bor G'olibjon aka buni. Bu qo'chqorimizni mana bu yuzi qop-qoraligi, buni boshqa. Mana bu joyi akalar, mana bunaqa sirg'asi buni addenni deyman. Ha, sirg'asi bor qo'ydi, oldi keng bo'ladi. Oldini qaranglar akalar kengligi. Shundan bilinadi zoti buni ham. Oldi keng bo'ladi. Oldi keng qo'chqor akalar. Yosh oylik qanaqa Dilmurod buni? Ikkisiga yangi chiqardi. Qani? Bittasini to'ldiryapti. Bittani to'ldirgan, ikkinchisini to'ldiryapti. Akalar, ikkisiga yangi chiqargan qo'chqorimiz qora marvarit udoridan akalar mana. Qaranglar turishdi. Bo'ybastlarni ham o'lchab ko'rsataylikchi. Obunachilar mana bo'ybastlar metrimiz mana yerdan balandlar. Akalar, nima deyapti? Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilaverasizlar akalar. 90 plus 95 ga boryapti. Endi ko'rganlaringga savdo qilaverasizlar obunachilar. Mana bu uzunligi ham mana bunaqa 95. Akalar, qo'chqorimiz kvadrat variantidan akalar. O'ta mo'shnisidan. Dilmurodjon, videoni cho'zmaymiz. Bu narxini tez yoritamiz. Buni G'olibjon aka 13 millionga xayri qilib beraman buni. 13 millionga xayri bor. Xayri bor. Dastlabkasi Xorazmgacha. Xorazmgacha xudo xolasa. Bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Akalar, shoshilib aloqaga chiqasizlar. Dastlabkasini Xorazmgacha qilib, xayrini qilib yetkazib beradilar. Unday bo'lsa, keyingi partiyalarni chiqarishni boshladik. Obunachilar, so'nggi partiyasiga mana bundaqa Hasan va Husan. Hasan sariroq, Husan qoraroq menga o'xshaydi. Obunachilar qo'chqorimizni o'ta udorlaridan. Yosh bular betarbiya, tarbiyalayman degan aka-ukalarimiz mana bu qo'chqor chiroyli qilib tarbiyalab olasizlar akalar. Qo'chqorni qaranglar, mashalloh, qora marvarit bilan mana bunaqa sariq udoridan, stoykalari moshni. Ata uzoqdan olyapman-ku, mana shu chiroyli ko'rinsin mana. Hamma yo'g'i ko'rinsin deb mana akalar. Quloq tashlashlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Quloq tashlashlari o'sha zotdorligiga o'sha bitta dalil desa ham bo'laveradi akalar. Unday bo'lsa buni ma'lumotini berishni boshladik. Mana bunda yuzlari akalar, mana deriski variant, quloq tomirlariga e'tibor berasizlar. Oyoqlari ham hozirdan mana bunday kastiyaklari mo'shnisini akalar. Qo'chqorlarimiz mana. Mana akalar. Yungi ham mana bu polni o'zi tulagan ekan. Bu egasi shuna deb sotdi bizga akalar. O'zi tulagan simjun variantidan. Hisorini tozasiga qiziqadiganlar mana bunaqa tozalarini tavsiya qilamiz akalar. Buni Dilmurodjon yosh oyligi qanaqa? Bu ikkilasi ham qo'zi. Ikkisi ham qo'zi.
Qani bitta tishlar, marjon tishlarini ko'rsin. Mana. Bo'ldi, marjon tishlar. Unisini ham taching. Ko'rindi, bo'ldi. Marjon tishlar. Bu sirg'alari ham qarang mana janovarlar. Mashalloh akalar, mana sirg'alariga necha bu? Quloqlari 21 sariq o'lchangan bu ekan. 21 quloq. 21. O'zim ham aytdim, bu quloq tashlar o'ta mo'shni ekan deb. Akalar quloqni qaranglar, mashalloh. Quloqlari 21 variantidan, qorani quloqni ham mana qaranglar. Ko'zdan qochib joylashuvi ham mo'shni ekan akalar. Xo'p, buni bo'y baslarini o'lchaymizmi? Ha, o'lchab beramiz ikkalasini ham. Qani bitta qo'yingchi mana shu metrda. Obunachilar mana yerdan metrimizni balandligi mana shu. Metri ko'ringaniga savdo qilasiz. Qorasiga ham bitta qo'yingchi. Bu qorasi akalar mana yerdan balandligi mana. Ikkosi aytdimmi? Hasan va Husan dedim. Bir xil. Bo'y baslari ham bir xil. Uzunligiga bitta qo'yingchi. Qorasini uzunligi obunachilar yelkasidan mana kvadrat qo'chqorlar akalar. Qo'chqorimiz o'ta mo'shni akalar, bugunga udorlari. Mana mashalloh. Mana akalar aytdim-ku, kvadrat desam ishonmaysizlar yana. Orqalari ham juda kelishgan, bu qarang aka. Oyoq kengliklari, mana bu qoramizning orqasi ham juda mana bunaqa mo'shni variantidan akalar. Orqa oyoq kengligi ham udor. Dilmurodjon, bularda narxini chiroyli qilib obunachilarimizga Olibjon aka, buni jupolisi 7,5 dan qilib beraman. Jupolisa 7 million 500 ming so'mdan. Jupolisi Har xil negativlar bor-ku, qimmat chiqarasan obodi deganlar akalar, men qulog'i 21. Bu haqiqiy odamlarning qo'liga tutsa dollarlab tashlaydi. 1000 dollarmi, 1,5 ming dollarmi shunaqa. qo'yib qo'yishaveradi. Obunachilar boqib chiroyli qo'chqor qilaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Ikkosini olganlarga bir joyga 15 millionga, 7,5 milliondan 15 millionga dastlabkasi Xorazmgacha qilib yetkazib beradilar. Olibjon aka, yana bitta bonus bo'lsin, tanlab olsam 7,5 dan beraveraman. Akalar, Tanlab olishga 7,5 million. bitta olganga ham 7 million 500 ming so'mdan. Obunachilar, unday bo'lsa biz bugungi video syomkamizni yakunladik. Videoga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Keyingi videolar kuzatib borasizlar, mana shunaqa go'zallarini chiqarib borganimizda sizga ham inshaalloh nasib qiladi. Obunachilar, like bosgan qo'llaring iloyim Ka'balarda ushasin, qo'ralaringda mana bunaqa go'zal udorlaridan 100 talar, 500 talar, 1000 talar bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.